Assalomu alaykum. Amaliy tilshunoslik va leksikografiya fanidan bugungi darsimiz lug'at tuzish va so'zlarni joylashtirish tamoyillari haqida. Har bir lug'at amaliy xarakterga ega. Bu leksikografiyaning nazariy asosini belgilashda muhim. Zero leksikografiyaning nazariy asosini ehtiyojini qondirish maqsadida tuziladigan lug'atlarning yaratilish qonun-qoidalari, ularni tuzish tartiblari, lug'atlar turlarini belgilash tashkil etadi. Lug'at tuzish tamoyillari bir qancha turlarga bo'linadi. Didaktik tamoyil, lingva-didaktik tamoyil, tanlash, saralab olish tamoyili, ehtiyojni qondirishga muvofiqlikni ta'minlash tamoyili, lug'atdan foydalanishning osonligini, qulayligini ta'minlash tamoyili, berilgan materialning aniqligi, to'g'riligi va to'liqligini ta'minlash tamoyili, til va nutq me'yoriyligiga amal qilish tamoyili, o'quv lug'atlarida alohida ahamiyat kasb etuvchi ta'limiy tamoyil, o'quv lug'atlarida alohida ahamiyat kasb etuvchi tarbiyaviy tamoyil kabi turlarga bo'linadi. Leksikografiya eramizdan oldingi davrlarda paydo bo'lgan va boshlanishidan ta'lim-tarbiya sohasi uchun xizmat qilgan. Bu yaratiladigan har bir lug'atning asosini didaktik tamoyil belgilaydi. Lug'atlar tildagi so'zlarni o'qitish, o'rgatish, boshqa tillarga oid so'zlar haqida, birliklar haqida ma'lumotlar berar ekan, demak, bu lingva-didaktik tamoyil hisoblanadi. Lug'at tuzishning asosiy tamoyillaridan biri maqsaddan kelib chiqqan holda birliklarni tanlab, saralab olish tamoyili hisoblanadi. Mana shu tamoyil asosida Mahmud Qoshg'ariy o'z lug'ati, ya'ni devoni lug'at turk uchun umumiy iste'molda bo'lgan so'zlarni tanladim deb aytib o'tgan. Shu tamoyilga aloqador bo'lgan yana bir tamoyil bu maqsadga muvofiq tuziladigan, lug'atdan kelib chiqadigan ehtiyojni qondirishga muvofiqlikni ta'minlash tamoyili. Bu tamoyil asosida X va H harflari tarkibida bo'lgan so'zlar lug'ati, paronimlar lug'ati mana shu tamoyil asosida demak yaratilar. Leksikografiyadagi eng muhim va universal tamoyillardan biri lug'atdan foydalanishning osonligi, qulayligini ta'minlash tamoyili hisoblanadi. Hamma lug'atlar tuzilishi mundarijasi kabilardan qat'iy nazar ana shu tamoyilga amal qilingan holda tuziladi. Alifbo asosida tuzilganlik, mavzuiy guruhlarga ajratish, ters lug'atlar, morfem lug'atlar, terminologik lug'atlar va boshqa lug'atlar ana shu tamoyil asosida yaratiladi. Berilgan materialning aniqligi, to'g'riligi va to'liqligini ta'minlash tamoyili bu tamoyil asosida imlo lug'atlari, orfepik, sinonim, omonim, antonim, frezema, paremalar lug'atlari shu tamoyil asosida yaratiladi. Misol uchun imlo lug'atini olaylik. Bu so'zni to'g'ri yozishni ta'minlashni nazarda tutib tuziladi va mana shu berilgan materialning aniqligi, to'g'riligi va to'liqni ta'minlash tamoyili asosida tuzilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Til va nutq me'yorlariga amal qilish tamoyili. Bu umumiy va xususiy me'yorlar nazarda tutuvchi lug'atlarni o'z ichiga oladi. Masalan, dialektal, eskirgan so'zlar, okkazional birliklar lug'atlari mana shunga kiradi. O'quv lug'atlarida alohida ahamiyat kasb etuvchi ta'limiy tamoyil. Bu tamoyil o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, til bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilishda ahamiyatli hisoblanadi. O'quv lug'atida alohida ahamiyat beriladigan tarbiyaviy tamoyil. Bu tamoyilda o'quv lug'atida alohida ahamiyat beriladigan jihat bu tarbiya hisoblanadi va bu tarbiyaviy tamoyil uchun juda ham muhim. Bunday lug'atda ma'naviy, axloqiy, estetik tarbiya kabilar ko'zda tutilgan bo'ladi. Demak, leksikografiya tamoyillari lug'atlarning turlariga mos ravishda o'zgarishi mumkin ekan. Qaysi tamoyilning tayanch vazifasini bajarishi lug'atning maqsad va ehtiyojidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Jumladan o'zbek tilining orfepik lug'ati o'zbek tilidagi lug'aviy birliklarning
to'g'ri talaffuz qilinishini ta'minlashni nazarda tutadi va mana shu asosda tuziladi. Ya'ni so'zni oson, qulay talaffuz qilishni ta'minlash tamoyiliga amal qilar ekan. Shu kabi lingvistik yoki ensiklopedik lug'at yaratishning o'ziga xos umumiy va xususiy tamoyillari bo'lishi mumkin.